Ko'ryapsizlar, menda baxt garmonlari ishlab chiqarilyapti. Men kech paytdan beri uxlaganim yo'qman. Shunaqangi xursandligimdan kechadan beri uxlaganim yo'qman. Sababi mashinamizni va nihoyat jo'natishni boshladik va nihoyat transport kompaniya oqtarib topdik. Xullas, shunaqangi baxtiyorman. Hozir nima demoqchiligimni ham esimdan chiqarib qo'yapman. Bilasizlar, Jibutiga kelgandan keyin mashinamizni chiqarishga 20 kundan oshiq vaqt ketdi, lekin irodali bo'ldik. Qancha sabr sinovlarga bardosh berdik va mashinani chiqardik. Chiqarganimizdan keyin vizaga harakat qildik, lekin afsuski o'sha Efiopiya vizasi bo'lmadi. Elchilarning va'dasiga ishonib qancha pullarga tushib qoldik o'rtada. U aytgan qancha narsalarni hujjatlar to'g'rilab keldik, baribir vizamiz bo'lmadi va mashinamizni boshqatdan port orqali Tanzaniyaga jo'natishda choralarni ko'rib yurdik. Mana va nihoyat kecha endi bu yerda transportning kompaniyalar ko'p. Hammasini grafika har xilda. Tanzaniyaga oxiri bizga ma'qul narxlarda va sroklarda boradigan firmani topdik va mashinani xudo xolasa azizlarim 17-noyabr kuni dushanba kuni mashinamizni topshiramiz va 18-kuni o'zimiz Keniyaga qarab uchamiz. Shuning uchun mana shunday tirjayib qolganman kechadan beri. Jibutida yurib shu darajada siqilib ketgan ekanman. Mana bu xabarni eshitib kechadan beri o'zimga kela olmayapman. Mayli, hammasi yaxshilikka. Yana 4 kun vaqtimiz qoldi. Bugun 13-noyabr bo'lsa, 14, 15, 16, даже 3 kun vaqtimiz qoldi. Mana shu 3 kun vaqtimizni maksimalni sayohatda o'tkazamiz. Ketishimni o'ylasam, hozirdan boshlab Jibutini sog'inishni boshlayapman lekin. Mashinalar muammosi to'g'ri ham jonimizga tegib ketdi degan odamlarni ko'ngliga qaragan holda mashina to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni, qayerga jo'natyapmiz, qanchaga jo'natyapmiz va hokazo ma'lumotlarni keyingi postda joylashtiraman. O'sha mashinalar muammosi joniga tekkanlar bu videoni ko'rmasdan shunday o'tkazib yuboringlar. Mana sizlarga tayyor videoni ko'rmaslik uchun imkoniyat. Demak, mashina haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mashinamizni Jibutidan Tanzaniyaga jo'natyapmiz kema orqali. Chunki Tanzaniyaga boshqa boradigan quruqlikdan yo'l qolmadi. Ya'ni Efiopiya vizasini bermadi. Somalida Al-Shabaab terroristik guruh egallab olganligi uchun u yerga kirishning iloji yo'q. Shuning uchun yagona yo'l dengiz orqali jo'natish bo'lib qoldi. Xo'p, mashinamizni mana narxini aytishim mumkin. $2116 u yoqqa olib borib berishga transportning kompaniya topib kecha pullarini to'ladik. Mana bu to'langanlik to'g'risidagi kvitansiya. Lekin mashinani общий xarajatlari bilan gaplashdim men. Ya'ni bilasizlar, bu yerda $2116 bu faqatgina kemani xarajati, ya'ni mashinani olib borib qo'yish. Lekin bu yerda bundan tashqari xarajatlar bor. Ya'ni birinchisi, mashinamizni kemagacha bu yerdan olib borib beradigan tashkilot bor. U ham kamida $1000 oladi. Mashinamizni bu yerdan yuklab olib portga olib kirib beradi. Va portdan chiqqandan keyin ham bilasizlarmi, Jibutidan chiqqandan keyin juda katta rasxod qilyapti mashinani chiqarib olishga. Tanzaniyada ham deyarli shunga o'xshash holat mavjud ekan. Shuning uchun mana bu transportning kompaniya bilan OTADOQ gaplashdim. Ya'ni mana shu yerdan uyim oldidan mashinani olib ketasan, olib borasan, kemaga yuklaysan, Tanzaniyaga olib borasan, Tanzaniyada barcha yugurlarni o'zing qilasan, barcha to'lovlarni o'zing qilasan-da, mashinani olib chiqib berasan. Men qayerga aytsam, o'sha yerga olib borib berasan, tashqariga, portdan tashqariga olib chiqib berasan. Qancha bo'ladi ayt dedim. Keyin ular hisoblashdi, yuklash shuncha bo'ladi, olib borish shuncha bo'ladi, u yoqdan chiqarishda shunaqa xarajatlar bo'ladi va xizmat haqi shuncha bo'ladi deb oxiri общий $8200 ga narx chiqarib berishdi. Xizmat haqqi yo'q, ham yo'q ichida.
Men hech narsaga yugurmayman. Hech narsaga. Kerak bo'lsa o'sha Tanzaniyadagi men yotgan gastitsani oldigacha olib kelib berishadi. Men hech narsaga boshimni qotirmayman. Agar 8200 ga rozi bo'lmasam, u yoqda undan ham ko'p rasud qilaman, aniq bilaman. Taksida yuraman, asabiylashaman, sayohat vaqtim qolib ketadi. Shuning uchun 8200 naq u qolganlarga endi kvitansiya bermadi. U yoqda borgandan keyin beraman qolgan kvitansiyalarda dedi. 8200 naq qo'liga sanab berdik va hozirchalik faqat kemani xarajatini berdi. Demak, u yoqda men hech narsaga boshimni qotirmayman, olib chiqib berishadi mashinamni. Yana bir ma'lumot qolib ketibdi. Nega mashinamni Tanzaniyaga jo'natib, o'zim Keniyaga ketyapman? Buni sababi mashinamiz hozir bu yerdan ketib to Tanzaniyadan portdan chiqqangacha 1 oydan oshiq vaqt ketadi. O'shandan 20 kuni o'zi okeanda suzishga ketadi. O'shaning uchun 1 oy men Tanzaniyani hamma joyini o'zi aylanib bo'lib, mashinamni olgandan keyin siraz boshqa davlatga o'tib ketmaydi. Undan ko'ra Keniyani aylantiray. Hozir 1 oy davomida Keniyani sayohat qilib turaman va mashinamni onlayn kuzatib turaman. Ular bilan ham aloqada bo'lib turaman. WhatsAppda tinimsiz yozib turaman. Mashinangiz ertaga chiqadi deydigan kuni Keniyadan Tanzaniyaga samolyotda uchib borib, shunday mashinani olib Tanzaniyani va undan yog'iga ketdi qolgan barcha davlatlarni mashinamizda sayohat qilamiz. Shuning uchun mana hozir bu yerda Jibutiga keldim, mashinamni chiqardim va sayohat qilishga joy qolmay qoldi-ku. Tanzaniyada xuddi shunday bo'lmasligi uchun men Keniyaga borib, Keniyani sayohat qilib yuraveraman va Tanzaniyaga borgan ekan, Tanzaniyani mashinamizda sayohat qilamiz. Hech kim zerikib qolmaydi, videolar to'xtab qolmaydi. Mana keyingi kunlarda ko'radigan bo'lsanglar, sayohatimiz to'xtab qolib, kuniga bir donadan video ketyapti-ku. Ertaga sayohatga boshlab olsak Keniyada kuniga 5 ta, 6 ta, 10 ta ham video qo'yib tashlayveramiz. Shiddatli sayohatlar boshlanadi. Mana shuni hisobga olgan holda mashinani 1 oy davomida yetib borishi va u yerdan portdan chiqishiga 1 oy ketishini inobatga olgan holda 1 oygacha biz Tanzaniyada emas, Keniyada yurib turamiz, xudo xolasa. Keniya ham sizlarga yoqadi degan umiddaman. U yer ham anchagina turistik davlat hisoblanadi. Keniya bilan bir tanishsizlar. Xo'sh, Keniyaga uchib ketishga 18-kunga bilet olganman. Ya'ni 17-kuni mashinani topshiraman, 18-kuni o'zim Dubay orqali Jibutidan Dubayga, Dubaydan Keniyaga uchib boraman. 19-kuni Keniyaga qo'namiz va 19-kundan boshlab Keniyadan videolarni qo'yishni boshlaymiz. Patrati mashq kuniga 10 talab, 20 talab videolarni qo'yishni boshlaymiz. Yelkamdan tog'a ag'darildi. Shunaqangaligi baxt garmonlari ishlab chiqarilyaptimi haligi? Endofarin deydimi? Shunaqa ishlab chiqarilyaptimi? O'zimda xursandman. Endi hozir chiqib Jibutida 3 kun vaqtimiz qolibdi. Bugun 13 bo'lsa, 14, 15, 16 3 kun vaqtimiz qolibdi, 4 kun. Buni haligi imkon qadar nima deydi, sayohatda o'tkazib olishimiz kerak. Jibutida bormay qolgan yana bitta ikkita joylarimiz bo'lsa, o'sha joylarga borib hamma yo'g'ini aylanamiz. Maksimal sayohatda bo'lamiz shu 3 kun davomida. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barchalaringizga kattakon rahmat azizlarim. Sog' bo'linglar.